O'sha video saqlanib bo'ladimi? Ha, Bo'ladi, bo'ladi bo'ladi. aka. Xo'p, Ana bismillah deb boshladi. Eshitinglar, umuman ovoz bo'lmanglar, boshladim men. Hamma eshitsin, diqqat bilan. Savolinglar bo'lsa, o'rtada savol so'raganimda berishinglar mumkin. Xo'p, demak, bismillah. Boshladik. Ichki va o'rtacha balanslar uchun risk nisbati, ya'ni hozir ko'pchilikdagi bu problema, вообще hamma desa ham bo'ladi, chunki qancha balansga qanaqa risk qilishni bilishmayapti. Misol uchun bitta signaldan kirganda normalniy foyda bo'lib turib, endi to'g'risini aytaman, joyiga qaytib kelsa ko'pchiliginglar full tiqadigan odatinglar bor, yana o'sha joydan. Qaytib keldi-yu, yana tiqaman deb. Ko'p hollarda o'sha joylar bozor stop bo'lib ketishi mumkin. Xo'p, endi biza primerni olaylik. Misol uchun, ko'pchilik, misol uchun, $100 yoki $50 o'rtacha nisbat qanchadan hisoblaymiz? Aytinglar, narx. Misol uchun, hamma auditoriya общий qancha bo'lsa, qanchadan hisoblab beradi? 50 100. Xo'p, $50 ga birinchi boshlaymiz. Sizlarda $50 bor. $50 bo'lsa, sizlarni bir kunlik maqsadinglar, bozordan olib chiqib ketadigan maqsadinglar, kamida mana shuni 50% yoki birga bir qilib ishlab chiqib ketish. $50 da qilsa bo'ladi. Faqat bitta sharti bor. $50 uni bitta ikkita entrada olib chiqib ketishi bor. $50 lik balanslar uchun bir kunda ko'pida psixologически aytilishi bo'yicha ikkita entry ma'qul. Va $50 misol uchun nisbatlarga bo'ladigan bo'lsa, bitta entryda maksimalni ochishinglar kerak bo'lgan. Misol uchun 5 ga bo'lish kerak. Shot endi bittada kirib ishlayman deydiganlar bo'lsa, tezroq ko'paytirish yo'lini aytaman. Kichik stop loss bilan, kichik stop lossdan ko'rsataman qanaqa ishlanishini. $50 ga bitta 0.10 bitta 0.10 $50 ga bitta qilish kerak yoki 0.02 dan maydalab tiqsanglar bo'ladi bitta joyda o'sha. 0.10 10 pips uchun maksimal. Ko'rasizlar, $50 ga bitta 0.10 maksimalni 10 pips stop loss uchun. Ya'ni bizda bunda kichik stop loss bo'yicha ishlashda eng kichkina risk reward bizga kerak bo'ladi 1 ga 5 RR nisbat. Ya'ni 1 ga 5 nisbatda ishlasanglar, shunda sizlarda qancha bo'ladi? $10 risk deganinglarda $50 ishlab chiqib ketishinglar mumkin. Buni hozir bozorda o'sha tasdiq yoki entry ko'rinishida tushuntirib beraman. Bunaqa sizlarda bitta savdoinglarda misol uchun $10 risk va 50 pips. 50 pipsda $50. Balans expert. Shunaqada ko'radigan bo'lsangiz, balans 1 ga 1 bo'lyapti. Ya'ni bitta anonda risk qilganinglarda sizlarni $50 bormi? $50 bormi? Xohlasanglar 0.05 ta risk qilinglar. Misol uchun 7 pips, maksimal 10 pipgacha stop loss beriladi o'zi bizada. Beriladigan bo'lsa, o'zingizlarga qarab, misol uchun risk qilishinglar mumkin. $50 da bir kunda $20 da riskka qo'yishinglar mumkin. Tushundinglarmi? Bir kunda ikkita entry, men bekorga aytmadim. $50 ga ikkita entry ma'qul. $100 ga keladigan bo'lsa, $100 bir kunda maksimalni 3 ta entry ga to'g'ri keladi bu. Nima uchun desanglar, buni ham $10 dan bo'la olasizlar, 10 ta qismga. Bitta entry uchun $10 risk. Har bitta entry
uchun. Endi hisoblaylik. Misol uchun, bunda 1/5 nisbatda misol uchun 50% ni ishlab chiqib ketishinglar mumkin. 100 pips bozorda hozirgi holatda bizda 100 pips ishlash unchalik problema emas. Bemalol ishlasa bo'ladi. Chunki u hozirgi impulsivniy volatil kuchli bo'lgan bozorda bu bitta joydan ushlab olsanglar, normal ushlashinglar mumkin. Bitta stop oldimi, misol uchun bitta kirayotgan joylarda $10 misol uchun 10 pipsga risk stop oldimi, u joydan qaytib kirishga shoshilmaydi. Bu joydan qaytib kirishga shoshilmaydi. Men sizlarga hozir nima uchunligini ko'rsatib beraman. Swishni qanaqa bozorda aqlliligini, qanaqa nima uchun bunaqa harakatlanishini ham ko'rsatib beraman. Xo'p, endi bir kunda 3 ta enter edadim va bizada misol uchun $10 risk qiladigan bo'lsanglar, xohlasanglar 5 pipsga $10 risk qilinglar. 5 pipsga $10 risk qiladigan bo'lsanglar, 0.50 ga o'tishinglarga to'g'ri keladi. 5 pips uchun qaranglar. $100 ga hisoblab beraman, $50 ga emas. 5 pips uchun 0.50. Yo'q, 0.20 ekan. 0.20 deylik. 5 pips uchun 0.20 lot 10 pips stop uchun lot. Tushunarli bo'ldimi? Bu kichik balanslar uchun ishlash uchun. Ya'ni sizlarga bitta 001, bitta 002 ochib ishlash uchun emas. Endi buni o'zingizlar matematik qilib hisoblab qo'shib ketaverasizlar. Misol uchun men qancha risk qilsam, qancha olishim mumkin. Misol uchun bir haftalik bozorda 5 kun ishlasa, bizada 5 ish kuni bor. 5 ish kuni bor. Stabil ishlash xohladiganlar uchun aytaman, bunaqa razgonchilarga taalluqli emas bu gapim. 5 ish kuni bor, to'g'rimi bizada? Endi sizlar 5 ish kuni uchun $100 depozit qildinglar. $100. 5 kunda misol uchun bir kunda $20 risk qo'shsizlar. Ya'ni $20 risk har bir kun uchun. Har bir kun uchun. Va bunda ko'rishingiz mumkin, shunda sizlar har kun $20 risk qilsanglar, misol uchun sizlarda 5 kun bor. Xo'p, aytaylik, birinchi kun $20, to'g'rimi? Birinchi kun $20 minus. Ikkinchi kun $20 minus. Uchinchi kun 1 2 3 yoki 2 ishladinglar. 3 ishladinglar deylik. Misol uchun $20 risk qilib turib qancha bo'ladi? 20 ko'paytirib 3. 3-kunda qancha olib chiqib ketasizlar? $60. Stabilni ishlayman deyotganlar uchun bu nasrani cho'ktiradigan narsa emas demoqchiman, tushundinglarmi? Shunda sizlarda o'zi errorga qaranglar. Bu yerda sizlar pipsovkaga qilinayotgan narsaga emas, balansga nisbatan men qancha risk qilaman degan narsa bo'lishi kerak odamda. Agar sizlar o'zingizlar qanaqa risk qilayotganinglarni bilmasanglar, bu matematik jihatdan u o'sha foydasi yo'q. Misol uchun kichik balans ko'taraman deyotganlar uchun, u qilsa bo'ladi, faqat achmaydigan pullar uchun. Misol uchun stabilni ishlamoqchi bo'lgan odamlar uchun mana shu narsa $100 da men ko'rsatib beraman, bir kunga $20 risk. Unaqa $2, $5, $10 demayman, primo $20 risk olaman. $20 risk olaman. Misol uchun 5 pips yoki 10 pips uchun $20 risk qiling. Bitta signaldan emas, misol uchun $10 dan ikkita risk qiling. Yoki $20 risk qiling. Lekin $100 uchun bir kunda bir marta qilasiz. Endi 4-kun. Birga endi har kun hisob o'rmaysizlar. 1/5 agar azart bo'lmasa. 1/5 nisbat $20 ko'paytirib 5 teng $100. 5-kun minus $20. Bir hafta $100 uchun faqat $20 dan risk qilasizlar. Qancha ko'payishiga qarab. Farqi yo'q, balans ustiga qo'shilsa.
$20 minus. Xo'p, hisoblaylik. $100 minus 60. Endi risk qilganinglarni foydasini qo'shinglar. 160. Balansinglarda qancha bor? Hisoblasanglar. $200 birga bir. Bir haftada $100 birga bir qilib chiqasizlar. To'g'ri, endi kimdirlar uchun $100 bir haftada kamdir. Endi bozorga kirgan odam ko'zi shunaqa bo'ladi. Lekin men sizlarga buni nisbatda tushuntirib beraman. Xohlasanglar shodda 3 ga bo'linglar-da, $30 dan risk qilinglar. Xohlasanglar $30 dan risk qilinglar. Farqi yo'q. Qanaqa qilib risk qilishinglardan qat'iy nazar, matematika hammasi. Misol uchun 5 kun uchun yoki bozorda ishlamoqchi, misol uchun 1 kun ishlamadinglar, 4 ga bo'linglar, $25 ga bo'linglar. $50 dan xuddi shunaqa. Misol uchun 5 haftada 5 ish kun bo'lsa, $10 dan 5 kunga shans qolasiz. Xohlasanglar misol uchun $10 ni bo'lib 2 ta 3 dona uchun kiringlar. Lekin mana shunaqa bo'ladi. Hammasi kirish matematikaga kelib taqaladi. Kim qanaqa ishlamoqchi bo'lishidan qat'iy nazar. $10 lik sotda uchun $2. Bitta savdoda $2 risk qilasizlar. Xohlasanglar misol uchun 0.02 ochinglar-da 10 pips uchun. 50 pips yursa 0.02 dan o'zi $10 bo'ladi. Balans birga bir unda. Faqat hammasini kamida 5 ga bo'lib olishni maslahat beraman. Xo'p, risk reward hammaga tushunarli bo'ldimi? Kimda savol bor risk reward bo'yicha? Ba'zi tushunarli bo'ldi. Qolganlargach. Endi ba'zilar bor, bir kunda bir marta ishlamaydi-yu, aka. Yo'q, men stabil ishlamoqchi bo'lganlar uchun men buni maslahat berdim. Buni men katta shotlar uchun qilganman, katta shotlar uchun ro'yxati bor, o'zim tashlab beraman. Hozir sizlar mana buni tushunib olinglar. Hammaga tushunarli bo'ldimi mana shu joyi? Ha, bu tushunarli aka. Mana shu sizlarni qancha pulga misol risk qilishinglar haqida ma'lumot bu. Endi men o'zim bu narsaga amal qilmayman, tan olaman. Chunki menda shtob olib chiqib ketadigan yoki zamokda saqlaydigan holatlarim bor. Men riskim slishkim katta, tan olaman. Bu stabil ishlamoqchi bo'lganlar uchun. Endi men ham stabilniy trader, nestabilniy trader demoqchi emasman. Men qiladigan usulim kirgizaman, tiqqan pulimni olib chiqib ketaman, foydamni xohlaganimcha risk qilaman. Menda qonun qoida shunaqa. Bezubitga qilib dalish ushlaysiz-da. Shunaqa bezubitkada ko'p ishlayman men. Endi darsni davom ettiradigan bo'lsak, buni tushunganlar bo'lsa, kichkina stop loss, ya'ni kichkina stop loss bilan ishlash. Xo'p. Kichkina stop bilan ishlash. Xo'p, endi biz kichkina stop loss bilan ishlamoqchi bo'lsak, asnomnon bizga kichkina stop loss bo'yicha kerak bo'ladigan 4 ta narsa bor. Tasdiq sifatida ishlatasizlar. Misol uchun men buy dedimmi yoki sell dedimmi, sizlar o'sha narsani ko'rishingiz mumkin. Endi uni oxirigacha tushuntirib bera olmayman, chunki juda ko'p narsa bo'lib ketadi ichida. Asnonim kerakli bo'lgan fishkalarni tushuntirib beraman. Ko'pchilik bank manipulation haqida eshitgan, to'g'rimi? Ko'pchilik bank manipulation haqida eshitgan. Xo'p, chizoli tushuntirib beraman. Okey, biz endi daftarga shu narsalarni chizaylikmi? Xohlasanglar darsga qayta ko'rib chizishinglar ham mumkin. Yo'q, chizib boryapti. Mana shu narsa. Bunisi. Birdan chizib beray, ko'rasizlar. Shablon chizganimcha biroz sabr qilib.
Xo'p, hammaga mana bu chizgan shamlarim ko'rindi, to'g'rimi? Hammalarga ko'rinyapti, shunaqami? ko'ryapman. Tak, bank manipulation bilan ishlash bo'yicha eng yaxshi joyga keldi. Diqqat bilan kuzatinglar. Bu boshlanish joyi. Boshlanish joyini yaxshiroq tushunib olsanglar, o'sha u yoqda bozorda o'zinglar ko'proq kuzatsanglar ham, o'sha u yoqda qanaqa narsalar borligi, qanaqa fichkalar borligini o'sha o'zinglar sekin-sekin ko'rib boshlaysizlar. Bu narsalarni ko'pchilik vahima qilib qanchadir ham pulga sotyapti yoki nimadirlar qilib ko'rsatishyapti. Bu meni ishlaydigan narsamning asosiy fishkasi emas bu. To'g'ri, bank manipulation qaysi qismlari bor, lekin bu qismlari men uchun tekin. Qarang, sizlarga men tekinga o'tib beraman mana shu narsani. Menga interesno. Uzr, kimlarning rizqini qilib qo'yayotgan bo'lsam. Xo'p, bizada mana bu SFU, ya'ni bozorda, misol uchun qaysidir ma'noda bayga o'zgarishi, ya'ni reversal harakat, selga tushib ketayotgan joyda bayga o'zgarish berish. Ya'ni qanaqa holatda? Bunaqa holatda biza mana bu joyga retestdan ishlashga harakat qilamiz. Ko'pincha qanaqa holatda? Unisini ham aytib beraman. Sel uchun mana bu joyda ishlashga harakat qilinadi. Va bu qanaqa qilib hosil bo'ladi, ya'ni qanaqa qilib shakllanadi bizda bu fuli. Mana bu o'zidan oldingi shamni soyasini yechib, tana bilan pastga yopilsa, bu strong fu for sell, ya'ni sell uchun strong fu. Mana bu esa strong fu for buy, ya'ni buy uchun hosil bo'lgan strong fu. Nima uchun desanglar, mana bu yerdagi soyasini, ya'ni o'sha likvidni yechib pastga yopilgan. Ya'ni banklar mana shu tomonga harakatlanish berdi deb ko'pchilik joylarda aytishadi buni. Buni ko'pchilik hozir M1 da yoki M5 da ishlatsa, men ko'pincha tasdiq sifatida qarab turib, misol uchun mana shu pullardan foydalangan holatda men sizlarga qaysidir ma'noda signal berishim mumkin. Ya'ni o'sha fu turgan bo'lsa yoki misol uchun fu shakllangan bo'lsa, bitta bu funi o'zi bilan savdoga kirishmas. Bu yerda juda ko'p narsa bor, juda ko'p informatsiya bor buning ichida. Bu strong fu, ya'ni bozorda kuchliroq tasdiq, ya'ni bitta joyga yo'nalish uchun. Bu aslida daily H4, H1 da o'rgansanglar bo'ladi buni. Mana bu esa attempted fu, ya'ni attempted fu. Kuchliroq bo'lgan, lekin banklar yo'nalish beradigan razvorot holatlarda ishlatiladigan switchnoy turi hisoblanadi bu ham. Xo'p, endi bu qanaqa bo'ladi desanglar, xuddi shunaqa SFU dagi ishlaydi. Lekin tana bilan yopmagan. Ya'ni tana bilan yopilmagan sham, misol uchun 50% yoki manaqa soya bilan yopilgan bo'lsa, farqi yo'q. Bu attempted fu, ya'ni attempted fu hisoblanadi. Misol uchun manaqa shaklda yopilgan bo'lsa. Mana bularda buy uchun qanaqa kiriladi? Mana bu tomondan kirasizlar buy uchun, sell uchun, mana bu tomondan. Faqat yo'nalishga qaraysizlar, adashib ketmaysizlar. Men sizlar entry olish kerak bo'lgan joylarni aytaman. Hozir ichiga kirib boramiz. Yaxshilab diqqat bilan eshitinglar. Xo'p. Bunda entry joylari mana shu joylar ekan. Endi full negation, ya'ni men aytdim sizlarga, misol uchun bizda SFU yoki attempted fu shakllangan bo'lsa, bozor bir tomonga qarab harakatlanishi mumkin dedim. Lekin bozorda ko'p-ku, misol uchun unaqa fular, attempted fu juda ko'p-ku deyishinglar mumkin-da, juda ko'p. M1 da misol uchun har ikkita shamning o'rtasida bitta attempted fu yoki strong fu berib ketishi mumkin bozor. Nima uchun ishlamaydi desanglar, bizda full negation degan narsa bor. Ya'ni fullarning ishlamasligini qanaqa qilib misol uchun bilishimiz mumkin. Bozor misol uchun aytaman, selga tushib ketdi. Selga tushgandan keyin mana bitta attempted fu shakllantirdi. Attempted fu shakllantirdi va qaysidir ma'noda undan keyingi ochilgan sham ko'rishinglar mumkin, selga attempted fu beryapti. Ya'ni mana bu buyda отказ qilyapti. Bunaqa holatda nima bo'ladi? Bozor dalshi selga tushish haqida bu bizga informatsiya. Ya'ni, ehtiyot bu, bozor hali yana selga tushadigan. Shunaqa holatda biz bilamiz, bozorda mana bunisi likvidga o'tadi bizga.
Mana buni o'zi bizda likvid ko'rinishda bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Ba'zi tushunarli. Bu uchun xuddi shuni teskarisi. Misol uchun mana bayda yechdi. Nima men ekranim bunaqa bo'lib ketdi? Ha, 1 minut. To'g'ri, ekran normalmi hammada? Ha, нормально. Да, чётко. Так, hozir dars davom ettiramiz. 1 minut. Xo'p, mana bu esa bizda cellga attempted foo bergan holatida, ya'ni mana attempted foo bergan holatda cellga ketadi degan joyda bozorda bayga nazorat olishi, ya'ni negation bilan bayga nazorat olib ketish. Mana bu negation, ya'ni bozor bayga ketishi haqida ma'lumot. Endi mana shunaqa holatda bozor manipulyatsiyasi juda ko'p, ayniqsa M1 da foo negation o'rtasida bildinglar mana bu holatda qanaqa bo'lishini. Endi shunga yana bitta narsa qo'shamiz. Xuddi shunaqa ko'rinishda, misol uchun bozor kelib turib, misol uchun bizda hozir mana bu likvidga aylanib turibdi, to'g'rimi? Endi bizga mana bu shamni yopilish qiziq. Xuddi kelib turib, misol uchun mana buni qanaqadir soyasi yoki nimadir bo'lsa, shunda undan pastda tana bilan yopildimi? Mana bunaqa bo'ldi. Mana bu negation bo'lgan. Ya'ni bu holatda konsolidasiyada ko'proq bo'ladi. Misol uchun bozor ko'p range'ga tushadi. Bu switchnoyning o'zini range'ga tushishi. Ya'ni bitta tomonga yo'nalish bermasdan ko'pchilik chiqarib tashlaydigan holatlari. Tushundinglarmi? O'zimiz ham M1 da agar sizlarga signal bersam, ko'proq beraman desam, mana shunaqa holatga tushib, biz ko'proq stop yeb qo'yamiz. Men sizlarga stop o'sha narsani tushuntirmoqchiman. Ya'ni ko'pchilik signal bilan ishlaydiganlar ko'rsin, misol uchun qaysi holatda stop olamiz, qaysi holatda stop yeb qo'yamiz, nima uchun stop yeyapmiz, hammasini bilish uchun. Va ko'p holatlarda mana konsolidasiyada bo'ladi. Misol uchun siz mana buni yengiladi deysiz, bayga kirasiz va katta ehtimol mana buni o'zi bizda likvidga aylanib qoladi. Va likvidni o'zini просто так sweep qilmaydi bo'pti. Sweep qiladi desangiz, sweep entry bilasizlar, shunda soyasini yechib dalish ketadi. Primoy impuls beradi. Primoy. Hozirgi bozorda yurish mana shunaqa bo'pti. Primoy impuls berib. Misol uchun mana bunaqa misol uchun mana bunaqa holatda ko'p yurar, mana buni stopini yechib kelar, misol uchun undan keyin mana bunaqa borib ikki tomonda ham stoplar turibdi. Misol uchun biz bilmaymiz qaysi tomonga ishlash kerakligini. Bu eng chalg'itadigan holat mana. Misol uchun attempted foo bo'lib yopilib berdi yana va shunaqa holatda bozor uni keyingi anonsda bobida tushuntiraman. Yana ko'rsanglar mumkin. Ko'p hollarda mana buni o'zini likvidini yechadi, ko'p hollarda yoki mana bunaqasida turib likvid yechsa ham farqi yo'q. Tana bilan tepada yopilmasa bo'ldi, soya bilan yopilsa bo'ldi, mana bunaqa ko'rinishda. Va boyagi ko'rsatgan impulsini berishi mumkin. Misol uchun bir tomonga harakatni to'g'ri boshlash. Xuddi shunaqa. Mana bu shpilkalarning yechilishiga qaraysizlar. Misol uchun mana buni yechdi. Ko'rasizlarmi qanaqa murakkab narsa bu? Qanaqa o'ylantiradi. Va mana bu joyda bayga berdi. Va mana bu joyda likvidlarni yechib yana sellga berdi. Va bitta yo'nalish tanlash uchun misol uchun mana bu likvid bo'ladigan bo'lsa, likvidni yechib turib bir tomonga harakat bera olishi. Mana shu foo negation, ya'ni konsolidatsiyada ishlash eng ko'p tushadigan holat. Xuddi mana bu S-foo, ya'ni S-foo dan keyin ham mana bunaqa negation bersa, bu S-foo ni ishlash ehtimoli kam. Ishlash ehtimoli kam bu S-foo ni. Tushunarlimi hammanglarga? Endi kichkina stop loss range da yoki qanaqadir holatda yurganda bozor nima uchun impuls bera olishini hammanglarga endi yetib keldimi? Sal ozroq bo'lsa ham nima uchun impuls berayotgani yetib keldimi hammanglarga? Aha. Tushundinglar hozir mana switchning qanaqaligini? Hamma tushundimi? Kim tushunmadi? Gapiringlar, savol 2 minut savol berishgan bo'lsa beringlar. Kimda nima tushunmagan joyi bor?
trade qilishni masalan so'ramoqchi edim. Qayerda trade qiladi shunda? Entry qiladigan joyingizni soyasidan dedim. Mana misol uchun SFU bo'ladigan bo'lsa soya. Mana bu ham mana bunaqa bo'ladigan bo'lsa buy uchun soyasidan. Bu ham sell uchun mana bu soyasidan. Negativ beradigan bo'lsa, negativni oxirgi soyasidan dedim. Mana shpilkani oxirgi bo'lib qaysi tomonga yopib bergan bo'lsa, bo'ldi. Yopilishi bilan stop tepaga entry bo'ldi. Misol uchun mana bu sham yo'q sizlarda, to'g'rimi? Yopilishiga sekundiga qaraysizlar, misol uchun M1 uchun. Shunda yopilishi bilan mana bu yerdan yopiladi yoki boshqa joydan. Mana bu joyga ko'p ehtimol beradi, retest beradi. Ozgina bo'lsa ham. Va mana shunaqa holatda sizlar shunda ilinib olishinglar kerak. Risk ilinib olishinglar kerak. Stop momentni, bu momentni va ko'p ehtimol pastdagi xuddi mana shunga o'xshagan analarni ko'rishinglar kerak. Likvidlarni tushuntirib beraman hozir. Ko'pincha holatlarda impuls bilan oqib ketadi. Mana bunaqa ko'rinishda. Bozor. Ya'ni bugun ham bo'ldi bu narsa. Misol uchun bozor selga tushib ketayotgan joyda tirsishi. Hammasini momentlar bilan ko'rsatib beraman hozir. Gap spot bilan deydi, bozorda ham momentlar bilan ko'rsatib beraman hammasini. Hozir yurayotgan joyda ham ko'rsatib beraman. Buni interesi mana bu yerda bo'ladi. Agar mana bu sel bunaqa bo'lib yopilmaganda edi, mana bu pastini yengil olmasdan yopilmaganda edi, mana bu aksincha bu tomonga ketishi kerak. Mana bu tomonga qarab ketardi. Tushundinglar? Ya'ni selni yengil olmaganligi uchun o'sha tomonga qarab ketardi. Chunki bizda mana bu yerda buyga ATT fu turibdi. Mana shu buy uchun attempt fu. Ya'ni buyga shakllangan. Nima uchun desanglar, bozor mana bu joyi yengil olmagan. Mana minimum yengillanmagan, maksimum ham yengillanib yopilmagan. Значит, bozor buyga ketadi. Mana bu tipadagi likvidga. Tushundinglar? Soyani yopilib, qaysi tomonga qarab yopilishiga bog'liq hammasi. Soyasini misol uchun qaysi tomonga qilib yopilib bersa, bozor o'sha tomonga kuchli harakatni boshlaydi. Slishing kuchli harakat boshlaganda. Endi buni davomini keladigan bo'lsa, likvidlar buni qatgacha boradi deysizlar, entry qilgandan keyin likvidliklar mavzusi. Likvidliklar mavzusiga keladigan bo'lsa, uni qanaqa entry yoki nimasini tushundinglar. Xohlasanglar daily, xohlasanglar H1, xohlasanglar H2 ko'rsanglar juda ham yaxshiroq M1, M5 dan ishlab beradi. Likvidliklar mavzusiga keladigan bo'lsa, bizda likvidlik bo'lishi mumkin bo'lgan shamlar mana bu shamlar. Doji ko'rinishidagi shamlar likvidlik hisoblanadi. Va bozor selga tushib ketayotganda mana bunaqa soyasi qoldiradi-yu, soya qoldirganda ichida yopilib qoladigan buy shamlar, ya'ni inside bar. Mana ko'rishinglar mumkin, mana buni ichida yopilib qoladigan sham. Bu nima uchun inside bar? Chunki na high'da, na low'ni yengilagan. Ko'rdinglar? Mana shunaqa shamni inside bar deyiladi. Buni indikatori bor, inside bar V2 degan. Ular olasizlar, ko'rsataman. Bu bizda likvidlik, ya'ni bozor qanaqa holatda yuradi desanglar, ko'pincha holatda zo'r manipulyatsiyalar bo'ladi. Bunda men bilan o'chib turaman. Nima uchun bu likvidlik desanglar, mana buni yengilamagan, ko'rdinglar, o'sha tushunarli bo'ldi. Mana bu tomoni bizda likvidlik bo'ladi. Bu konsolidasiya. Bozor mana shunaqa sham bergandan keyin ko'pincha odamlarni aldashga tushdi degani. Значит, bu sham M1, M3 da juda ko'p bo'ladi. Bunaqa sham bo'ldimi, значит, bilinglar, bozor hammani, misol uchun ko'pchilik buy beradi, tasdiq bor zonasidan deydi, buy beradi. 20-30 pips yuradi, stop. Bo'ldi, bozor sell ketarkan deydi. Ko'pchilik endi sellga qaratadi fikrini. Bozor sell ketarkan, stop. Nimadan? Mana shu narsadan.
Mana shu narsani o'zida. Eng zo'r joyi, eng shirin joyi qaranglar o'rtoqlar. Mana shunaqa holatda bozor birdaniga mana bundoq yuradi. Ya'ni mana bu minimum yengilama bayiga yurib keladi. Chiqadi, ikkita uchta sham beradi. Qaysidir joyda attempted full beradi mana bunaqa qilib. Ozgina impulsdan keyin attempted full beradi, ya'ni sellga yo'nalish uchun. Misol uchun buy bo'ladigan bo'lsa, attempted full beradi. Shunda o'zinglar bilmagan holatda kelib, mana shu yerdan keladi, tozalashga keladi, bozorni impuls bilan tozalashga keladi. Katta ehtimol buni tana bilan bitta buzib beradi. Misol uchun ko'pchilik baychilar misol uchun bay kirgan bo'lishi mumkin. Fibonacci yoki trend liniya yoki SNRchilar mana uchun bay kirgan bo'lishi mumkin. Lekin nima bo'ladi bu yerda bozor? Nima qiladi? Mana bu inside bar bor bizda. Mana bu inside bar. Mana inside bar mana shu. Inside bar katta ehtimol liquid bu. Manipulation. Konsolidatsiyadagi manipulation. Yechadi va yechgandan keyin bozor katta ehtimol ma'lumotlarda range'ga tushib boshlaydi. O'sha boshlanadi anaqa range'ga tushishlar va bitta tomonga yo'nalish beradi. Bitta tomonga. Yomon uchadigan yo'nalish beradi. Xuddi bugungi selda. Va mana shu joyda bozor qanaqadir bizga fu beradi. Mana ko'rinishda. Fu beradi va ko'rishingiz mumkin. Unga qanaqadir holatda misol uchun chiqib turib, yana risk pastga tushib, mana bu zonasiga tushib, ko'pincha shpilka qoldirib bayga ketadi. Ya'ni eng zo'r tasdiqlardan bittasi, confirmationlardan bittasi fu ichida afu yoki funi hosil bo'lishi, ya'ni double fu. Buni 2 edge case desanglar bo'ladi. Edge case degan narsa bor. Ko'pchilik kelib shamni urilishi, unaqa yo'q. Edge case mana shu narsa bo'ladi. Kelib turib, mana shu zonani ichiga edge case bo'lib berishi. Ya'ni ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda misol uchun attempted fu, to'g'rimi? Attempted fu bo'lib turib, mana yechdi. Mana bu yerda misol uchun sizlar ko'rdinglar, mana bu sham yopildi, bo'ldi. Bayga full, endi full emas, 10 lotmi, 5 lot qo'yishinglar bo'ladi. M5 yoki M1 da misol uchun bitta impuls beradigan holatlar bo'ladi va ko'rishingiz mumkin, bozor undan keyin birdaniga bayni boshlaydi. Impuls bilan bir tomonga harakatni boshlaydi. Bu qanaqa harakat desanglar, ko'pchilik retail o'yindan chiqarib desa, misol uchun mana bu yerda ko'pchilik bay kiradi, ko'pchilik sell kiradi. Misol uchun sell kirgandan keyin mana sellchilar stopini shunda olib ketadi. Asosiy yo'nalishi mana bu yerda bo'ladi. Ya'ni likvidlik olingandan keyin. Tushundinglarmi? Ya'ni tepadagi shunaqa holatlik joylar bo'ladi. Mana bunaqa inside bar qattiq qolib ketgan bo'lsa, bozor o'shani yetishga boradi обязательно. И doji ham likvidga hisoblanadi. Tushunarli bo'ldimi inside bar? Boshqa likvid yo'q aka, boshqa. Minor likvid. Yo'q, mana shu asnomnon bozor yurg'izadigan, mana shu ikkita likvid bo'ladi. Mana bu ayniqsa ishlatamiz. Farqi yo'q, любой time frame da. Endi bozorga qaraymiz. Misol uchun 5 minutlikdan boshlayman. Katta time framedan bozorda nima qilib bering? Bo'ldi. Hozir bozorda qaraymiz. Qani bozoringiz? Xo'p. Bozorga qaraydigan bo'lsak, mana buni o'chiramiz. Keyin mana impulsdan tepadan oqib ketguncha ham tushuntirib bera olasizmi? Bo'ldi, tushuntirib beraman. Misol uchun dailydan boshlaymiz. Impuls bilan nima uchun oqqanman? O'sha payt dailyda o'tirib ko'rgan bo'lsak. Dailyni ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu yerda bizda attempted full bo'ldi, sellga, to'g'rimi? Mana. To'g'rimi? Attempted full. Bozorda misol uchun mana bu joyi yengillanmagandi.
ertalab 62dami nachidandir borgan. Endi uni 5 minutlik time framedan ko'ramiz. Ertalab bozor chiqib ketgan joyini. Misol uchun bu o'sha daily'ning yopilishi bo'lsa, ertalabki bozorda yopilishi, ya'ni kechagi kun misol uchun qani 3 ta ochilgan. Hop, mana bozor 3 ta ochilgan joyi va mana kechagi kunni lovi. Kechagi kunni lovi. Bugungi daily'ni boshlanishi. Men nima demoqchiman bu gapim bilan? Daily'ga qaraydigan bo'lsanglar, biz bilishimiz mumkin. Mana bu daily'ni bozor yengilab tepaga chiqqan. Ya'ni sizlar shunaqa logika ishlatishingiz kerak, значит men bilishim kerak, men tepadagi likvidlik topib kelish kerak bozor. Ya'ni pastkini yechdimi, pastki lowni yechdimi, значит pastga tepadagi boy aytdimi, misol uchun negativ degan narsani bilasizlarmi? Funiga Mana bu holat. Negativ. Xuddi mana bu holat bo'lgan, qaranglar. Sellga bo'lib turib, mana bunaqa. Bugungi sham yopilmagandi hali, men yopilmasdan turib aytdim. Misol uchun selldi. Mana bunaqa holatda turganda, likvidni yechdida, faqat mana shamni o'zi borib yechib keldi bor tepaga. Mana likvid kelinadimi? Attempt full bo'lgandan keyin. To'g'rimi? Keyin o'rtoqlar bittada tushunish emas, dars qaytib ko'rsanglar tushunib olishingiz mumkin. Hozir esingizda qolish qiyin. Va ko'rishingiz mumkin, daily hali mana bu yerda bo'lgan payti bozor bir tepaga chiqdi-da, likvidlikni yechdi mana buni. Va biz o'sha payt H4 ga o'tib qolishimiz kerak edi. H4 da bizda nima bor edi? Misol uchun ko'rishimiz kerak bo'lgan. Inside barda yo'qadigan bo'lsa, H1 da edi, ashmasam inside bar. Mana H1da mana bu ko'rsatdim, mana qor bilan belgilanib turgan na high'da na low'ni yengilagan joy, ya'ni inside bar mana. Ko'rdinglar? Buni low yechilgan, mana bu low yechilgan, lekin tepasi yechilmagan. Mana shu asnomnom likvid. Nima qildi bozor kelib? Likvidlikni yechdi va birdaniga pastga impulsni boshladi. Biz to'g'ri mana bu yerda kirdik, shoshildik, H1 ochilishini kutmay, chunki broker boshqa edi. Set indeksda turgan bo'lsam, Vantage'da ko'rdim. O'sha uchun salgina ashqqa ketib qoldim. Broker yo'nalishini to'g'rilab olsa, xudo xolisa, kichkina stop-loss bo'yicha problema bo'lmaydi. Ko'rishimiz mumkin, o'sha H1 mana bunaqa sellda yopildimi? Bizlar bilishlar kerak, keyingi shamon birdaniga impuls beryaptimi? Birdaniga impuls bergandan keyin bizda pastda mana bu yerda ham likvid bor ekanmi? High olingan, low olinmagan likvid bormi? Bor ekan-a? Bozor shunaqa qo'shib ishlatasizlar likvid bilan. Va bozor o'sha atkat bergandan keyin nima qildi? Mana bu yerda attempted full berdimi buy uchun? Mana buy uchun berdimi? Soyasini yengilab? Da. Endi keyingi H1 kutishinglar kerak sizlar. Misol uchun mana keyingi H1 turibdi. Agar keyingi H1 misol uchun tana bilan yopmay turib, yoki tana bilan yopadigan bo'lsa, pastga atkat berganda biz mana bu joydan kira olishimiz mumkin buyga. Ya'ni kichkina time framelardan zonani kichiklashtirib borib qilishimiz mumkin. Lekin bilishimiz kerak edi, mana bu likvid olindi, additive full bo'lib yopildimi, o'zidan shunda ochilish bilan biz buyga kirishimiz kerak bo'lgan joyi bor edi. Endi buni kichkina time framelardan filtrlaymiz. Keyin H1da yana pasrovdan qolib ketibdi-da, boyagi inside bar qolib ketibdi. Uni ham yechishga keladi yo, nima deysiz? Yo'q, keladi, uni ham yechishga keladi. Shunda u birinchi tepadagi mana bu kichkina time framedan tepadagi inside bardan yoki likviddan yechgandan keyin keladi. Bozor ertangi kunlik bozor selga yurish ehtimoli juda katta. Bir tomon bir kunlik ertaga daily'ni yo high'ga yo low'ga aniq hujum bo'ladi. Menimcha low'ga bo'ladi deb o'ylayman, chunki pastda bitta qoldirib kelib, 1-oktyabr kuni kecha qoldirib kelib, o'sha yechdi uni. Yechib turib mana attitude full berib, o'sha strong full bu. Tana bilan yopilgan. Selga kuchli yana H1da. Endi M30 ga o'tib qaraydigan bo'lsa, M30 da mana ko'rasizlar. Strong fulldan kirsak bo'ladimi? Tepadagi. Sizlar bo'ladi, darslab ko'ring, darsda likvidlik bo'lish kerak o'tdi. Tushunarli. Qarang. M30 da
M30da hozir bizada mana bu yechiladi. Yechilgandan keyin ozgina tepaga chiqib turib, misol uchun mana buni selchilarni baychilar bor hozir mana bu yerda. Bozor hali yana bayga tushadi. Значит, bizda bu zona уже отказ. Ishlatilmaydi. Chunki inside bar bor. Inside bar tepasini yechyaptimi? Birinchi pastni yechib, bizga ATTF bergan H1da. Hozir M30da ko'ramiz endi. M1da bormi? M1dagini hozir agar M30ni ko'ramiz. M30dagini yechib bersa, ozgina yana tepaga chiqib, mana bu yerda qanaqadir narsa shakllantirib, yana selga tushishi mumkin. Va biz bilishimiz kerak, mana bu joygacha. Ya'ni H1da ko'rgan 3798 gacha bozor tushib berish kerak ekan. Mana buni yechgandan keyin. Endi yana qisqartiramiz. M15 ga o'tamiz endi. M15 ga o'tgandan keyin mana boyaga men aytgan narsa ko'rishingiz mumkin. ATTF bayga, negation, sellga, bayga yana negativni yana bir marta yechib turib, uni 50% dan ketishi dalchi. Ya'ni 2x HKS bilan 50% dalchi ketishi. Endi hozir men buni yechib turib, bozor sellga yana qanaqadir struktura beradi baribir ozgina tepaga chiqib turib, yana nimaga desanglar, oddiy imbalans bo'ladiganlar bo'lsa, mana bu imbalans, ya'ni 50% bozor hozir 51 gacha chiqib berish ehtimoli bor va katta ehtimol mana 51 dan nazorat oladi sellga. 50% mana bu impulsivni shamni 50% dan. Mana buni yechib, tepaga dalish yurish qilib, keyin 51 dan nazorat oladi, esingizda qolsin. Endi M5 ga o'tamiz. M5 ni ko'radigan bo'lsak, hozir bizda bayga qo'shila olish uchun, ya'ni 51 gacha qo'shila olish uchun paketda moment yo'q. Men buni hozir yechib bergani yo'q hali. Yo'q, yechib berdimi? Da, yechib beribdi, уже yechib bergan ekan. Xuddi shu narsa bo'yicha, misol uchun bizga entry kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda cho'tka entry bergan. Bay ham sell yechib turib bayga birdaniga. Mana pastda inside barni qoldirib turgan. Значит, bu inside barni ham yechishga keladi hali bozor yana. Tak, M1 ga qaraymiz. M1 da bizda nima bor? M1 da mana bu yerda strong full bor bizda. Mana bu yerda strong full plus demand zone. Mana shuni buzadigan bo'lsa, shunda resistdan kirsanglar bo'ladi, stop loss nima qilib turib. No, hozircha reaksiya berishiga qarash kerak, qanchalik HKS berishiga qarash kerak. Agar mana shu o'zida hozir men ko'rsatgan mana strong full bor bizda, strong full ichida yana AFU yoki qanaqadir strong full yasab beradigan bo'lsa, mana shundan 51 gacha bay qo'shila olishimiz mumkin. Hozirgi holatda bu bank manipulation o'zi ham tars birdaniga kirib ketadigan narsa emas. Qanchalik katta time framedan kelib vaqt timing qilib ishlashni o'rgansanglar, shunchalik o'zingizlarga oson bo'ladi ishlash uchun. Buni yechdi o'zi. Значит, buni retestdan ketish mumkin. Ya'ni ko'rasizlar, M30 da men buni yechib turib pastga atkat beryapti. Lekin bu baribir bayga chiqadi hali yana. Boyaga imbalansni 30-50% gacha borib berish kerak. Juda aqlli bo'lgan yurish. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Buni uzra gapingizni bo'ldi. Men zapisi bo'ladimi aka buni? Bor, zapis tashib qo'yaman. Bo'ldi, rahmat aka, kattakon. Xo'p, charchamang. Aka, qaysi bozorda ko'rgan yaxshi? ONDami yoki Forex.com? City Index mana turibdi. MetaTrader 5 bilan bir xil yurib beramiz moqchi unda. Da, bir xil yurib beradi. Endi mana shu joyda sizlar entry qidirasizlar o'zingizlar uchun zona, ya'ni точка вход uchun zona qidirasizlar. Bizda ham M5 da o'zi yechib turib ATTF berdi. Mana shu M5 ham katta ehtimol yopilishda ATTF bo'lib negation bersa, biz bayga kira olamiz. U uchun M1 ni kutamiz. M1 da tasdiq ko'rishimiz kerak. Qanaqadir tasdiq ko'rishimiz kerak. Va bizda katta ehtimol mana bu yerda attempted full bor va biz minimal riskda mana shu yerda bayga kirishimiz mumkin. Hozir riskni kichkina qilib, misol uchun riskni kichkina qilib turib bayga olishimiz mumkin ekan. M5 da, ya'ni ATTF ga aylanishi uchun, tushundinglarmi? M5 da ATTF ga aylanishi uchun. Mana bu M5
full bo'lib yopildimi, birdaniga ketolmaydi baribir. Undan keyingisi bari negativ bo'lib berishi kerak mana shu atrofda. Endi birda ko'ramiz hozir. Agar mana bunda attempted full yasab beradigan bo'lsa, yana bitta. Bunda hozir kuchli tasdiq yo'q, likvidlik yo'q yoki boshqa narsa yo'q. O'zimiz uchun ko'ramiz. Mana stop loss mana bu Yo, Emberda inside bar yo'q. Qani Emberda inside bar yo'q. Mana bu qani pastdagisi. Sariq emas, qora. Qora qilib belgilab qo'yganman. Hozir mana bu joyi bayga kiradigan entry joyi deb aytdim. Minimal riskda 15 pipsmi, yo'q, 1.4 pips. 14 pips stop loss bilan bayga kiradigan joy. Xohlasanglar ko'p holida mana buni 50% dan kirsanglar bo'ladi, chunki ko'p holida 50% dan qaytib beraman shu ATT fond. Bu inside bar bo'lib bermoqchi. Agar inside bar bo'lib beradigan bo'lsa, stopni uratmoqchi edim, o'zimga qo'yib ketdi gapim. Vot bizadagi o'ylaganlar, mamutdan bayga kiraman deb o'ylaganlar, o'sha igradan chiqib ketdi va bozor hozir mana shu katta ehtimol bayga nazorat olib beradi. Men sizlarga ko'pincha stop berayotganda, zondan tasdiq kichik bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa joylarda olib ketadi. Endi hozirgi holatda bay ko'rishinglar mumkin. Stop mana bu yerda bo'ladi. Ko'rasizlarmi? Men misol uchun kanalga signal beradigan bo'lsam, mana shunaqa holatlari bor. Endi 8 pips bilan berilibdi. 8 pips bilan bergandan keyin mana shunaqa chalg'ituvchi harakat. Birinchi take profit maksimumda 70 pips. Misol uchun hozir bitta stopda 14 pips risk rewardga qo'yib hisoblaysizlar uni. 51 gacha dedim, to'g'rimi? 51 gacha 140 pips. Endi hisoblanglar, mana bu yerdan kirdinglar. Misol uchun yopilishi bilan risk kirildi. Stop loss 8 pips. 8 pips stop loss. Mana bu hozir yana sellga negativ bermoqchi. Mana agar sellga negativ bo'lib yopilib bersa, keyingi shanbaga negativ bo'ladi yoki mana bu stopni oladi. Negativ bo'lib berdi, strong full bo'lib yopildi va uni pastini oldi. Mana ko'rishinglar mumkin. Ko'p hollarda brokerlarda spread degan narsa bor, bilsanglar. Emberda mana bunaqa tasdiqlarni ko'rib turib ishlatish, ko'rasizlar, shpilkalar juda ko'p stoplarni olib ketadi. Chunki nima uchun? Bizada bu yerda inside bar yo'q. Mana bunaqa ishonchsiz bo'lgan attempted full va manipulation ko'rishinglar mumkin. Ember yopilish arafasida turib 5-6 sekund qolganda sellga tushib olishi. Va mana Emberda ham yopilmasligi. Va bu yerda biz o'sha ikkita stopni ko'rdik. Bayga kirmoqchi bo'lganlar uchun, misol uchun hozirgi fikrda bayga kiradigan odamlar ikkita stopni oldi. Va endi nima qiladi bunaqa holatda? M5 ga qaraydi, M3 ga qaraydi, voqlarni almashtiradi. Lekin bozorda yopilishiga hozir M5 da yopilishiga 7 sekund qoldi. 7 sekundda ko'rishinglar mumkin bayga qanaqa impuls berib o'chganini. Chunki bu M5 attempted full bo'lib yopilib berish kerak bo'lgan joyi bor. Vot M5 ko'rishinglar mumkin. Konsolidation holat Emberda va hozir tayyor turinglar, mana shu joyda biz savdo qilamiz. Buy negation, sell negation va mana bu afonni o'zi. Buni yechgani yo'q va bu katta ehtimol bizga inside bar bo'lib yopilib bermoqchi. Agar yopiladigan bo'lsa, tana bilan yorib bersa, keyingi anonsdan biz mana shundan savdoga kirishga harakat qilamiz hozir. Ko'rsatib beraman. Nima uchun bitta-bitta tushuntirgan bosqichma-bosqich ko'rsatib tushuntirib beraman. Qanaqa holatda stop yeyishlarini ko'rdinglar. Emberda o'zida bu o'rtoqlar, Emberda o'zida. Emberda o'zida men nima uchun ko'rsatdim? Mana bunaqa qilib kiramiz, mana bunaqa qilib kiramiz. Chunki hozir sizlar dars ko'rgandan keyin mana shunaqa o'ylaysizlar. Emberda entry qilmoqchi bo'lasizlar, stop yeysizlar, ishlamayapti-ku. Emberda yana entry qilasizlar, stop ishlamaydi-ku. Keyin ko'rasizlar. Misol uchun qanaqa holatda ishlab ketganini. M5 inside bar bo'lish niyatida yopilmoqchi. Menimcha mana shu M5 o'zi 3 minut bor buni yopilishiga. M3 o'zidachi. M3 o'zida biz ATTF va ko'rishinglar mumkin time framelar bir-biriga qanchalik bog'liqligini. M3 yana negativ bermoqchi bo'lyapti hozir. Sellga mana bayga berdi, sellga risk negativ bermoqchi.
M5 ko'rasiz. M5 bu yerda inside bar bo'lib yopilmoqchi. Hali berana bo'lganda yo'q lekin. Uchun va konsolidasiya holatiga yana selga strong bo'lib yopilmoqchi. SQ bo'lib yopildi. Tribunimiz keladi. To'pi Philips ikkinchisi birga ko'rgan qaradim va ovoz bormi? Qo'yibdi lekin sal. Ozgina aka. Nima deysiz? Ozgina qotyapti deyman. Internetgina qotdi-da, to'g'ri. Mana bu bayga entry qidirgan joyim ko'rdinglar? Qayerdan kirganimman mana bu yerdan. 4 pip stop loss berdi. Mana shu yerdan entry qilishga qaror qildim. 4 pip stop loss. Mana shu 36 dan 4 pip stop loss bilan risk qildim. Va menga bozor 10 pips yoki 8 pips yurib berganda menda 1 ga 2 nisbat bo'ladi o'sha. Ha, ko'zlarni oldi ochdim. Endi ko'ramiz. 4 pips stop loss. 4 pips. Уже spread hisobini olsa, ozgina 5 pipslarga boradi примерно. XHKS bor. Aka lekin qanaqa qoldi? Men Qanaqa? qarab ko'ring. Teskari Hozir. Endi qaranglar, men hozir mana shu yerdan entry qilaman dedim. Va sizlarga qilgan entryimni hozir kanalga tashlayman, qaranglar. Mana shu yerdan entry qilaman dedim va entry qildim. Va o'sha menda birga bir error bor. Mana shu joyda. 4 pip stop loss bu haziltakam narsa emas, o'rtoqlar sizlarga tushuntirib bergan narsam bo'yicha entry qildim. Qanaqa holatda manipulationlarni ko'rsatib berdim. Ko'zinglarni oldida ko'rsatib berdim. Вот men entry qilganim, mana shu men entryim bo'ladi. O'sha menda bu entry qilganda necha error bo'lib yurib bergan. 37 gacha yurib bergan bo'lsa, 1 ga 3 error bor bo'lgan menda. 1 ga 3 ishlaganman, bir lot ochib, misol uchun $50 risk, $150 pribыл. Вот hozir ham ko'rib turibsizlar, misol uchun o'sha joyga ushlab turilibdi. Menda boya aytgan narsam sodir bo'ldi. Nima deydigan bo'lsanglar, mana bu. Afuni ichida, strong funi ichida yana strong funi shakllanishi. Strong funi ichida strong funi shakllanishi va bizda inside bar yopiladi. Yerdan strong fun ichida. Endi inside bar ochildi. Endi kuzatamiz inside bar ochilgandan keyin qanaqa holat bo'lishi. Birinchi holatda agar low'ni yechadigan bo'lsa, bizning stop loss'imizda aniq oladi. Mana bu low'ni yechadigan bo'lsa, pastga bitta tushib, mana bu yerda kirgan baychalarni chiqaraveradi bozor. Agar hozir low'ni yechadigan bo'lsa, bizning men bilaman, savdoyim xavf ostida. Mana bu inside bar ochilgandan keyin. Buni holatda ko'pchilik yopib oladi, lekin pastini yechishini kutadi. Chunki bu impulsivni, ehtiyot bu yo'voy
impulsdan keltirgan harakat bildiradi. Men hozir ochgan joyim 35 38 da stop qo'yganman. Menda hali stop urilgani yo'q, turibdi. Stop urilgani yo'q. Agar shpilka bilan mana bu tepada yopilib beradigan bo'lsa, mana shunaqa ko'rinishda. Tepaga ketishim mumkin. Lekin hali stop qo'ygan joyimda yuribdi bozor. Pastini oldi, endi olaman ancha stopni. Ola. Bila Sprit pizza hisobini qo'ygan ekan. O'rtoqlar qaranglar. Men o'sha joyda savdoga kirgan bo'lsam, past yechib turib, hali kiraylikmi? Kirmaysizmi o'rtoq? Endi katta lot ochayotganda bunda risk rewardga qarang. Misol uchun sizlar 10 pips risk qilsanglar, 30 pips yurganda qancha bo'ladi? 1 ga 3. Ya'ni $10 misol uchun 10 pipsga risk qilsanglar, 30 pips yursa $30 ishlaysizlar. Sizlar $30 4 pips risk qilsanglar, 12 pips yurganda $30 ishlaysizlar. Tushundinglarmi gap nimadanligini? Asl mohiyat mana shunda. Sizlar misol uchun necha pips risk qilayotgan bo'lsa ham 12-13 pipsda normalniy pribilda bo'lasizlar. Tushunarlimi? Tushunarli. Mana ko'zinglar oldida inside bar bilan tushuntirib berdim hozir sizlarga. Ko'zinglarning oldida. Mana o'sha o'tgan darsligim bo'yicha Spreadni yaxshi hisoblagan, hozir men stop to'matdamanki. Prям вообще ozgina qoldi. 3-3-da. Meniki ham mana tashladimmi spreadni hisoblab qo'yganimni. Yo'q, siz stopni o'ylabman-da. Holat deb o'tirdim, spreadni unaqa hisoblaganmi? Lekin olmadi. Hozir biladi. Ko'pchilik misol uchun ko'rayotgan bo'lsa, mana o'sha narsani o'tolmay, o'tayotgan joyimda qanaqa manipulation bo'lishi, mana ishlayotganlar mana shunaqa ko'rinishda aldanib qolmasligi bozorga. Chunki bozor ko'pchilik retaildan pulni oladi, olgandan keyin nima qiladi? Bir tomonga yo'nalish berib, o'sha tomonga qarab harakatlanadi. Men sizlarga signal berganimda, misol uchun mana bitta hozir attempted full bermoqchi selga, ya'ni. Уже berdi. Men bilaman, stop, men ham yana stop loss'im oldiga kelishim mumkin. Mana bu. Bunaqa holatda o'z men impulsdan keyin ATTF bo'ldim, risk balans yopishtirib bezubitkaga olinadi. 1 pipsga bo'lsa ham yopishtirib bezubitkaga olinadi. Bezubitkaga olinadi. Va hozir unga qarshi negation beryapti. Agar negation berib yopilsa, bilishimiz mumkin, bozor yana buy ketishi mumkin. Lekin bu M1 da, o'rtoqlar, M1 da. Men o'sha bezubitkaga oldim. Agar oladigan bo'lsa, bezubitkani oladi. Yopishtirib qo'yganman bezubitkani. Chain stopdan ko'ra menga bezubitka yaxshiroq. Chunki men bezubitka ishlayman. Menga shunisi qulay. Ot attempt full yopilib beryapti. Bilishimiz mumkin, bozor stop shotdan yana tepaga qarab chiqib ketishi. Men sizlarga kurs berdim, mana bitta da negation bo'ldi. Ko'pchilikka tushuntirdim. Men bitta birinchi ko'rdim. Men bittan buy kirishim mumkin. 14 pips bilan. Yana buy kirishim mumkin dedim men bitta, lekin bozor nima qildi? Men sizlarga negationlarni kurs berdim men bitta va men risk qiladigan joyim mana menga to'g'ri keldi. Menga to'g'ri keldi. Endi spread hisobini olib kirganga 5 pips bo'ladi dedim. Hisoblosi bu birdaniga ham lashtirish, ham dars ko'rinishida tushuntirish bo'ldi o'rtoqlar. Va men ko'rsatgan narsa, sizlarga ko'rsatgan narsa haqiqatan ham bormikan? Ishlasa bo'lar ekan kichkina hisoblos bilan. Bo'lar ekanmi? Bitta savol bor. Buni take profit chiqib ketish zonasi qayerda bo'ladi? Take profit boya aytgan joyim, razorat olgan joyiga qo'yasiz. Ya'ni mana bu maksimumga inside barlarga qaraysiz. Misol uchun men bitta inside bar bor dedim, to'g'rimi? FVG bor dedim, M30 da. Xohlasanglar men bittagi inside barga harakat qilib ko'ringlar. Endi bozor yurishiga qarab qilasizlar. O'sha o'rtoqlar bizda 30 pips bor. 4 pips stop loss, 30 pips. Hisoblanglar, qancha bo'ladi? Risk reward 34 ga bo'linglar. 8 7,5. 7,5. $1 risk qilgan odam mana shu $7 olib chiqib ketardi. $7 olib chiqib ketardi. $1 risk qilgan. O'sha 8, 1 ga 8 bor bo'lsa, misol uchun sizlar 4 pipsda $1 risk qildinglar, hisoblab. Qanaqa? 0.4 ochdinglar va agar hozirgi joyda bo'lganda sizlarda o'sha sizlar qancha foydada? $8 foydada bo'lardinglar.
emas 14 plastik. A? 14 ochamiz. Chunki men 00 ochganman, menga 8 yo'qdi, shuning uchun aytganman. Uzr, adashdim. Va alaykum assalom. Ovoz bormi o'rtoqlar? Da, bor. Xo'p, Faqat ko'rdinglar? Mana impuls, men sizlarga o'sha narsani dars qilib o'tib berdim. Qanaqa qilib shoshilib ishlasa yoki qanaqa xatoliklar bo'lishi, buni sizlar o'zinglar uchun bilib olsanglar, shtobi ertaga ishlashda problema bo'lmaydi. Buni impuls bilan tushunib qaranglar, jigarlar. Lekin bori ko'rinmas Qancha tushdi? 53 bor o'zi. O'rtoqlar, sizlarga o'tilayotgan bepul darslikdagisi. Endi mana pulli shogirdlarim qanaqa ishlaydi? O'zinglar uchun tasavvur ko'ringlar. 900 lira taniysizlar, ha? 900 lira ko'pchilik taniydi. Mana shu bola men individual shogirdim bo'ladi. Mana shu bola qanaqa ishlaydi? Necha pip stobloslar bilan ishlaydi? Ingichka stoplosi 1.5 mega. Mana o'zinglar uchun ko'rib olinglar, bo'ldi. Prosta live trade qilib berdim men sizlarga. Ko'rsatib berdim. Misol uchun, xo'p, ikkita stop olgan taqdirda ham mana bitta, xo'p, kirdik deylik, ikkita stop olgan taqdirda ham necha barobar bo'lib, uchinchisida chiqib ketdi. Xuddi men sizlarga ko'rsatganday boyagidek, to'g'rimi? Dushanba minus, seshanba minus, chorshanba plus dedim. Endi boshdan qanaqa qilib tushunib kelganim tushundinglar, Tushundik. Qali. Aka, qaysi brokerga maslahat berasiz? Qaysi broker eng yaxshisi?